Biz Qibray tumani Yonar mahallasiga keldik. Hozir xudo xolsa bir odam bir murojaat qilgan ekan. Xo'p, suvni tosh ko'targan qatda shuni tekshirib keldik. Mana xudo xolsa suvsozlikka rahmat. Assalomu alaykum. Horma akajon, sog'lashmi? Ha, suvzo. Voy bu. Assalomu nima qiladi? Assalomu shuna. Voy bu. Nima qiladi? Ha. Hozir mana ko'zga oyoq qo'yapti. Voy bu. Mana qarang. Nimaga? Telefon qildim, bularga qildim. Voy qiyin-ku bu narsa nima qiladi? Hokimga qildim, hokim bilan gaplashdim. Va Salla gapirmasanglar pastlikni bajarmayman. endi buni qanaqa qiladi? Chatobotku. Ye, hormaylar. Hasan aka. Juda qiyin-ku bu ish. Assalomu alaykum. Hasan qiyin-ku bu ish aka. Oson emas-ku, assalomu hormay aka. Davlat oylik beryapti aka. Shu bilan qilmay assalomu. Qo'lga kelmaydi, qilmaydi assalomu. Hozir kutimiz aka, rahmat, baraka. Har doim shu yerda butun madaniyatni anaqa oldi egallab oldi. Qiynalmasmi aka? Azmi qanchasi bilan suhbatlashsa arziydi. Sog'lasizmi? Ish qilib cho'ntamiz aka. Men qiynalib qolsam bu katta narsa, katta degani. Ha, katta narsa. Hal qilamiz. Qilamiz kelsa qiyin-ku-cha, nabor qattiq uni o'chish kerak qarama. Menga ishimiz yo'q. Rahmat aka, gap yo'q, sizga baraka toping, rahmat. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Anaqa Murshoqga salom ayting. Ana Eldorlik hammalarga rahmat aka. Juda bir chiroyli chog' borsizlar. Ko'pchilik tushunmaydi-da. Rahmat sizga. Xo'p. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Hasan aka, qarang. Qo'ylamoqda Toshkent suv organizatsiya qiling. Bo'ldi, hozir mana uy egasi bormi? Jalb qilgan odam bor-ku. O'sha to'laydi. Mana assalomu alaykum. Hasan yana 10 qo'lingiz oling. Mana qarang, assalomu yaxshi aka. Sizga kim shikoyat qilgan o'sha to'laydi. Ovqatingizni 5 ovqat qilib beradi. Bitirguncha qarab turadi. G'ulam. Do'ma choy boy qara men bilan, do'y. Choy boy qara, choy boyga. Choy boy qara, baraka topgan mana bo'larganmi? Mana bo'largan aka, assalomu alaykum. Yo'q, so'g'al yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Yaxshimisiz? Yo'q, so'g'al bitta olyapsiz. Yo'q, so'g'al. Bir minutga qarang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom kela bo'ldi. Salomlar bo'ldi. Qanday omalar? Kimsa bo'lsa. O'z vaqtida uzoq bo'ladi. Boshiga qancha bo'ladi? Ana suvsozlikka ham rahmat. Ikkalanga boshqalarga rahmat. Birovga rahmat. Hokimga rahmat. Shunchalik tashabbus ish qildiryapti-da. Mana shu haqlash kerak. Sizga rivoj baraka tushunarmay Xudo yuzi yorib bo'lsin Alloh. Ulamaga chaqirilib ketdi mana bunday qort kerak. Ha, mana bitta suv yorilib ketuvdi. Ichimlik suvi oqib qochib o'tyapti. Har tugur mana vodokanal kelib kovlashni ochishdi. Endi shuni ko'rishyapti. Buni almashtirish keragiga o'xshyapti. Shu aka, Charchamasdan topishsa yo'q. sizni yerga do'yotgan ularni yaxshi yoningizga turibdi odamlar. Nuroniylar rahmat. Qiynalsangiz yeting akajon. Bugun juma kuni ayom muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Allohga sizlarga rahmat e'tibor. Rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat, salomat.